arzonchida faqat arzon konditsionerlar? Yo'q, bizda nafaqat arzon, premium klassidagi konditsionerlar ham bor. Mana ko'rib turibsizlar. Ario deysizlarmi, Laretto deysizlarmi, Hoffman deysizlarmi, Zifler, Midea, Gri. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Midea konditsionerlar sotib oladigan bo'lsangiz, sizlar bitta Cobalt yutib olishingiz ham mumkin. Undan tashqari yana ichkarida xilma-xil konditsionerlar bor. Ketdi. Ko'rib turganingizdek mana bu yerda Midea deysizmi, Haier deysizmi, Beko deysizmi, Citronic, Laretto, yana Haierda, Gridan bor, Midea, Ario, Hoffman, Citronic hammasidan har xil razmerlardan bemalol topib bera olamiz. Eng asosiysi hamyonbop narxlarda. Mana eng arzoni bizda Ario 2.999.000 so'm. Uni tagida esa mana bu Magna eng aqlli konditsionerlardan biri. Bu gapirsangiz eshitadi. Konditsioner privet. O, ko'ryapsizmi? Inverterli, yozda sovutadi, qishda esa isitadi. Eng asosiysi arzonchida. Bemalol kelib ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Ushbu videoni konditsioner topa olmay yurganlarga yuborib qo'ying, bizga obuna bo'ling, kommentariyani esa bonglatib tashlang.